أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Bakara suresi tefsirinin 89. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimehullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiriden Uygur tercümesinin Bakara suresi 89. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'da a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ulağa Allah tarafından uladaki kitap, Tevrat'ın tasdiqlaydigan kitap, Kur'an nazil bolgan çağda onun işenmedi. İlgir ula Muhammed aleyhisselamni vasita qilib kafirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sifati bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda Allah kafirlarga payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan Yahudilarning payg'ambar alayhissalomning payg'ambar bo'lib kelishini kutishi va u payg'ambar bo'lib kelsa uning ishonmaganligi. Ularga Alloh tarafidan ulardagi kitob Tavratni tasdiqlaydigan kitob Qur'on nazil bo'lgan chaqda, ya'ni Muhammad alayhissalomga tushgan Qur'on Yahudilarning kitobi bo'lgan Tavratning hukmini tasdiq qilguchidir. Ilgari ular Muhammad alayhissalomni vasita qilib kafirlarga qarshi özlerine yardım kelişini tilaydi. Yani Yahudiler Peygamber aleyhisselam kelişten burun müşriklardan boğan düşmanları bilen uruşkan çağda ahir zamanda bir peygamber evetilidi. Biz onun bilen billa silani Ad ve İrem halkını öldürgendek öldüremeyiz deb Peygamber aleyhisselamdan kelip yardım kılışını kütetti. Muhammed İbni İshaq İbni Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qiladi. Peygamber aleyhisselam kelishdan burun Yahudilar Avs bilan Hazraj qabilasiga qarshi Peygamber aleyhisselamdan yordam kutatdi. Allah Teala Peygamber aleyhisselamni Arablarning ichidan evatdi. Shuning bilan ular Peygamber aleyhisselamga iymon etmay, aksicha Peygamber aleyhisselam to'g'risida ilgari degan so'zlardan ten oldi. Ularga Muaz ibn Jabal ve Banu Salim'nin tuqqani Bashir ibn Burai ibn Ma'rur mundaq deydi. Ey Yahudilar camiasi, sizlar Allohdan qo'rqinglar ve İslamga kiringlar. Sizlar biz mushrik chig'imizda Muhammad aleyhisselamning kelishi bilan bizga qarshi yordam kutatdinglar. Uning payg'ambar bo'lib kelishidan bizga xabar beratdinglar va uning sifatlarini bayon qilib beratdinglar. Banu Nazirning tuqqani Salam ibn Mushkim degan Yahudi Muhammad aleyhisselam biz biladigan narsani ilib kelmadi. Biz sizlarga nima degantoq dedi. Allah onun bu sözü hakkında tüvendik ayetini düşürdü. Ulağa Allah tarafından ulardaki kitap Tevrat'ın tasdiqlaydigan kitap Kur'an nazil bolgan çağda onun işenmedi. Ebu Aliye mundaq deydi. Yahudiler Arap müşrikleriga qarshi Peygamber aleyhisselamның kelişi bilen yardım sorab mundaq dedi. Ey Allah, bizning kitoblarimizda sifatlari bayon qilingan payg'ambarni avatgin. Biz onun bilen billa müşriklarni azoblab o'ltirayli.
Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber kılıp evetti. Ular onun özünün milletinden emasligini görüp, onun peygamber ekenligini bilip durup, Araplarga hasad qilib, uni iymon keltirmadi. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Ular biladigan, ya'ni Tavratda sübti bayon qilingan payg'ambar kelgan chaqda uni inkor qildi. Allah kafirlarga, ya'ni payg'ambarlarning tuganchisini inkor qilgan Yahudilarga la'nat qildi. Yahudilarning Allah nazil qilgan Qur'onni inkor qilishi Allah'ның öz fazlini, ya'ni payg'ambarligini xohlagan bandasiga tushirganligiga hasad qilish yuzidandir. Ularning o'zlarini, ya'ni iymonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Ular üstüge g'azabga tegishlik bo'ldi. Kafirlar xorlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ularning o'zlarini, ya'ni iymonini kufrga setishi ajab yomon ishdir. Mücahid bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ya'ni Yahudilar haqqa nohaqni almashtirib, payg'ambar alayhisalom ilib kelgan narsani bayon qilishning o'rniga uni yoshirdi. Suddi bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ularning Allah Taala payg'ambar alayhisalom tushirgan narsaga ishinib, uningga yordam qilishning o'rniga uni inkor qilib, o'zlarining xohishi bo'yicha o'zgartib olganligi ajab yomon ishdir. Ularni shunday qilishga majbur qilgan narsa ularning Allah Taolaning o'z fazlini bandalardan xohlagan kishiga tushirganligiga hasad qilib yomon ko'rishidir. Ular üstüge g'azabga tegishlik bo'ldi. Kafirlar xorlig'ichi azobga duchor bo'ldi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ularga g'azabning ustiga g'azab tegishlik bo'ldi. Ya'ni ular Tavratning ichidagi hukmlarni bekor qilib o'tganligi uchun Allah Taala ularga bir qitim g'azab qildi. Ular avatgan payg'ambar Muhammed alayhisalomni inkor qilganligi uchun Allah Taala ularga yana bir qitim g'azab qildi. Abu Aliya bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deydi. İncil bilan Aysa alayhisalomni inkor qilganligi uchun Allah Taala ularga bir qitim g'azab qildi. Ondan payg'ambar alayhisalom bilan Qur'onni inkor qilganlik uchun Allah Taala ularga yana bir qitim g'azab qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrima va qatorliqlardan yuqoridek rivoyat qilindi. Kafirlar xorlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ya'ni ularning kafir bo'lib qolishining sababi hasad bilan bo'yintoqlik qilishdir. Ular takabburlik sababidan ular dunyo va oxiratda eng xor qilg'uchi azob bilan azoblanadi. Allah Taala bu haqda mundaq deydi. Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib, bosh tortadiganlar xor holda jahannamga kiradi. Ya'ni ular do'zaxga nihoyat xorlangan holda kiradi. Imom Ahmad Amr ibn Shuaybning cho'ng otasidan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni takabburlik qilg'uvchilarning surati zarraga o'xshash kichik holatdagi odamlarning shaklida turg'izildi. Har qanday kichik narsami ulardan cho'ng ko'rindi. Ular jahannamdagi Bavlas ismli do'zaxga kirdi. Ularni anyorning o'tlari qorshaydi. Ular do'zaxdagi kishilardan oqqan qon yering bilan sug'urildi. Ularga Allah nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Onundan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki u, ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qiluvchidir. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ltirdinglar degan.
Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Musa Tur tig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Muzayni ma'bud qilib oldinglar. Yahudiylarning haqiqatni inkor qilib turib, iymonni da'vo qilganligi. Ularga Allah nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar deyilsa, ya'ni Yahudi ahli kitob va uning o'xshashlariga Muhammad alayhisalomga tushgan narsaga iymon keltiringlar, uning ishoninglar va uningga ergishinglar deyilsa, ular o'zimizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Tavratga iymon keltiramiz deydi. Uningdan keyingi kitobga, ya'ni Qur'onga ishonmaydi. Halbuki ya'ni Qur'on haqdir. Ularning qo'lidagi kitobni tasdiq qilguchidir. Ya'ni biz Tavrat bilan Injilga iymon keltirsanglar bo'ldi. Boshqasiga iymon keltirmaymiz deydi. Biz Tavrat bilan Injilga iymon keltirsaklar bo'ldi. Boshqasiga iymon keltirmaymiz deydi. Ular payg'ambar alayhisalomga tushgan narsaning to'g'riligini bilib turib, bizga tushgan narsadan boshqasiga iymon keltirmaymiz deydi. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar degan. Ya'ni sizlar bizga tushgan narsaga iymon keltiramiz degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar payg'ambarlikni biladigan, sizlarning qo'linglardagi Tavratni va uning hukmini amaldan qolmaganligini tasdiqlab, uning ichidagi hukmlar bilan hukm qilgan payg'ambarlarni nima uchun o'ldirsizlar? Sizlar ularni tarsoqlik, cho'ngchilik va haddidan eshish yuzasidan o'ldirdinglar. Sizlar o'z xohishinglar, ko'z qarashinglar va orzuyinglardan boshqasiga ergashmaysizlar. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Har qachon biror payg'ambar ko'nglinglarga yoqmaydigan bir narsa ilib kelsa, takabburlik qilaveramsizlar. Bir qism payg'ambarlarni inkor qildinglar, yana bir qism payg'ambarlarni o'ldirdinglar. Ularga sizlar Tavratga ishonadigan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar degan. Suddi bu oyat haqida mundaq deydi. Alloh taolo bu oyat orqali ularning qilmishlarini aybladi. Musa sizlarga haqiqatan aniq mo'jizalarni keltirdi. Ya'ni Musa alayhisalom o'zining payg'ambar ekanligiga, Alloh taoladan boshqa ibodat qilishga loyiq hech qanday ilohning yo'qligiga uch alomatlarni va keskin paketlarni elib kelgan bo'lib, u paketlar suv, chiketka, pit, paqa, qon ofatlari, hasa, qo'l, dengizning yerilishi, bulut bilan soy tushirib berish, taranjibin bilan bo'dinni oziqliq qilib berish, toshdan suv chiqarib berish qatorliq mo'jizalar bilan bulardan boshqa Yahudiylarning ko'z oldida bo'lgan nurg'unlagan ishlardir. Musa Turtig'iga ketgandan keyin o'zinglarga zulm qilib, Muzayni ma'bud qilib oldinglar. Ya'ni sizlar ayni zamonda Musa Alloh bilan so'zlashish uchun Turtig'iga ketgandan keyin Alloh taoladan yuz o'rib Muzayga ibodat qildinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Musaning qavmi Musadan keyin, ya'ni Musa Robbiga munojat qilish uchun Turtig'iga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydek ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'zay yasadi. O'zinglarga zulm qilib mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Ya'ni Alloh taoladan boshqa hech qanday ilohning yo'qligini bilib turib, mo'zayga ibodat qilganliginglar o'zinglarga zulm qilganliginglardir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost ozg'anliklarini tushungan chaqda, agar Robbimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi.
Öz vaqtida biz sizlardan Tavratga amal qilishga chin va'da olgan edik. Sizlarga men nozil qilgan kitobni mahkam tutinglar, bo'lmasa ustinglarga tog'ni tashlaymiz deb turtig'ini ustinglarga tikildik va Tavratga quloq solinglar dedik. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Ularning kufri tufaylidan dillariga Muzayning muhabbati singib ketdi. Ularga agar sizlar mu'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mu'min emas. Chunki iymon Muzayga cho'qinishga buyurmaydi degan. Allah Taala Yahudilarning ustiga turtig'ini ko'tirib turib, va'da olganligi, ondan ularning osiylik qilganligi. Allah Taala ularning sodir qilgan xatoliklarini va'daga xiloflik qilib, uningdan yuz o'rganligini, hatto va'dani qabul qilishi uchun ularning ustiga turtig'ini tutib turganligini, ondan ularning va'daga xiloflik qilganligini bayon qilib berdi. Shuning uchun oyatda mundaq deb keldi. Ular so'zingga quloq soldik, amringga osiylik qildik deyishdi. Bu mazmunga munosabatli oyatlar yuqorida sharhlandi. Ularning kufri tufaylidan dillariga Muzayning muhabbati singib ketdi. Abdurrazzoq bu oyatning ma'nosi haqida Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muzayni yaxshi ko'rish ularning qalbiga singib ketdi. Ularga agar sizlar mu'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuridikina, sizlar mu'min emas. Chunki iymon Muzayga cho'qinishga buyurmaydi degan. Ya'ni sizlarning tarixdan buyon Alloh taolaning oyatlarini inkor qilishinglar, Allohning payg'ambarlariga qarshi turishinglar va payg'ambar Muhammad alayhisalomga iymon etmaganliginglar bekmi yomon ishdir. Muhammad alayhisalomga iymon etmaganliginglar sizlar o'tkazgan eng cho'ng xatolikdir. Chunki sizlar butun insoniyatga payg'ambar qilib avatilgan va butun payg'ambarlarning oxirgisi, eng kattasi bo'lgan payg'ambarga iymon keltirmadinglar. Va'dasidan yenib olgan, Alloh taolaning oyatlarini buzgan va Alloh taolani qo'yib Muzayga ibodat qilgan turib, qandoqmi iymonni da'vo qilsizlar? Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalar emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib biqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degan. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargizmi orzu qilmaydi. Alloh zolimlarni obdan bilgichidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan mushriklardanmi hiris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutultirib qola olmaydi. Alloh ularning qilmishlarini aniq ko'rib turguchidir. Yahudilarni la'nat bilan duo qilishga chaqirish. Ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Alloh taolaning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalar emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni orzu qilib biqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degan. Muhammad ibn Ishaq bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomga sizlarning qaysinglar, ya'ni Yahudilar yoki sizlardan qaysinglar yolg'onchi bo'lsa, shuning o'lib ketishiga duo qilinglar deydi. Ular qilgan yomon amallari sababli o'limni hargiz orzu qilmaydi. Alloh zolimlarni obdan bilgichidir. Ya'ni Yahudilar payg'ambar alayhisalom bilan duo qilishga unumidi. Ularning unumasligi sening haqiqiy payg'ambarligingni bilib turib, seni inkor qilganligi uchundir.
Eğer ula Peygamber aleyhisselamның ölümünü tilangla degan kunida ölümünü tilep dua qilgan bolsa, yer yüzüde bir mi Yahudi terik qalmay, hammasi ölüp ketgan bo'lardi. Ölümni arzu qilib beqinglar. Cennet bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degan. Abdurrazzaq bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar Yahudilar ölümni tilagan bo'lsa, hammasi o'lib ketadi. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Bizga payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligi yetdi. Agar Yahudilar ölümni tilagan bo'lsa, ularning hammasi o'lib ketib, cho'qim o'zlarining do'zaxdagi o'rinlarini ko'rgan bo'ladi. Agar payg'ambar alayhisalom bilan la'nat o'qish qili chiqqan bo'lsa, Yahudilar uylariga qaytganda bola chaqalarini va mol mulkini topolmagan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey Yahudilar, agar sizlar boshqalarni emas, faqat o'zinglarnila Allohning do'stlari deb da'vo qildigan bo'lsanglar, oxiratning rohatiga tezroq yetish uchun o'limni orzu qilib beqinglar. Agar bu da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ular qilgan gunohlari tufaylidan o'limni hargiz orzu qilmaydi. Ular zolimlarni bilguchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlar qochadigan ölüm çoqum sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'ayibni va oshkorini bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh sizlarga qilmishinglarni aytib berdi degan. Ular o'zlarini Alloh taolaning bolalari va Alloh taolaning eng yaxshi ko'radigan kishilari deb gumon qilib, jannatga Yahudi yoki Xristian bo'lgan kishidan boshqasi hargizmi kira olmaydi deb qaraydi. Ular o'zlari yoki musulmonlardan qaysi taraf yolg'onchi bo'lsa, ularning o'lib ketishiga duo qilishga chaqirildi. Ular la'nat tilashdan va duo qilishdan qo'rqqandan keyin ularning ichidagi har bir kishi o'zlarining nohaq yo'lda ekanligini bildi. Chunki ular o'zlarining qilgan biz Alloh taolaning bolalari va uning eng yaxshi ko'radigan kishilari degan da'vosida ishonchisi bo'lgan bo'lsa, la'nat tilashga albatta jur'at qilgan bo'ladi. Ularning undaq qila olmaganligidan yolg'onchiligi bilinib qoldi. Yahudilar la'nat tilashga chaqirilgandek, Najron qabilasidan kelgan xristianlarning elchilari keskin paketlarning oldida uningga qanoat qilmay qarshilashib turgandan keyin Payg'ambar alayhissalom ularni la'nat tilashga chaqirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sen Isa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib, Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yalvarib duo qilayli degan. Xristianlar la'nat tilashga chaqirilganligini ko'rib, ba'zisiga Alloh bilan qasamki, sizlar bu payg'ambar bilan la'nat tilashga chiqsanglar, ko'zni yumib ochqicha sizlarning ishinglardan birsimi terik qolmaydi deyishdi. Ondan ular sulhi tuzishni tanlab, her yili ma'lum miqdorda to'lam to'lashga qo'shildi. Abu Ubayda ibn Jarrohni ularga mas'ul qilib avatdi. To'lam to'lashga qo'shilganligi ularning payg'ambar alayhissalomga bosh ekkanligining alomatidir. Yahudilarning uzun ömür ko'rishga bakmi erisman ekanligi. Yahudilar o'lgandan keyin do'zaxda qattiq azobga duchor bo'lganligini bilganlikdan oxiratga kechikib berish orzusida ömrünün uzun bo'lishiga kafirdan bak erismandir. Chunki dünya müminlerinin türmüsüdür. Kafirlarning jannatidir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Shubhisizki ularni hayotga
hamma kishidan, hatto mushriklardanmi hiris ko'rsan. Har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid mundaq deydi. Ular umr bo'yi xatolik o'tkazishni yaxshi ko'rdi. Uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qola olmaydi. Muhammad ibn Ishaq bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni uzun umr ko'rish bilanla azobdan qutulib qola olmaydi. Mushriklarmi o'lgandan keyin qayta tirilishni orzu qilmag'achqa yashashni yaxshi ko'rdi. Yahudilarmi oxiratda bo'ladigan azobni bilganligi uchun uzun yashashni yaxshi ko'rdi. Abdurrahman ibn Zaid Aslam bu oyat haqida mundaq deydi. Yahudilar uzun yashashga kofirlardan merisman keladi. Ularning har birisi 1000 yil yashashni yaxshi ko'rdi. Ular qancha uzun yashasimi, xuddi shayton kofir bo'lganligi uchun ko'rgan umri uningga hech qanday foyda ilib kelmaganiga o'xshash, ularni azobdan qutuldira olmaydi. Alloh ularning qilmishlarini aniq ko'rib turuvchidir. Ya'ni Alloh bandalari qilayotgan yaxshi yoki yomon ish bo'lsin, hammani bilib va ko'rib turuvchi. Har bir kishiga uning qilgan ishi bo'yicha mukofot berguchi yoki jazoga tortquchidir. Alhamdulillah. Allohga shukrlar bo'lsin. Shuning bilan bu qitimqi o'qishimizda Baqara surasining tafsirining 96-oyatigacha angladinglar. Oxirini keyingi o'qishimizda inshaalloh davomlashtiramiz. Va oxiru da'vana valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.